Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz yana open pack qilamiz. 6 ta draft bor xolos. Короче, birinchisi rangi. Ikkinchisi ashar qotdi. Yana rangi. Bismillah deb uchinchisini ochamiz. Kim bu? Voy harom. Yana 3 ta qoldi. Matt Davis statikasini ko'raylik. Yapamiz. Nima 5 ga deydi? Bilmayman. Uchinchisi 3 ta yurmadi. Oxirgisi bizga kim kerak? Короче, Matt Davis kerak. Ochaylikcha kim tushar ekan? Kep. 116. Xo'pda do'stlar,